Xotira testi. Hayvonlar va ularning joylashuvini eslab qolish uchun sizda 10 soniya bor. Yo'lbars qaysi raqam ostida? Jirafa qayerda? Burgut qaysi raqam ostida? To'g'ri va xatosiz topayotgan bo'lsangiz, like bosib davom eting. Karkidon qayerda? Ot qaysi raqam ostida? Bug'u qayerda? Agar oxirgi raqam ostida kim bo'lganini eslasangiz, kommentlarda yozib qoldiring.